yaxshi o'zgargani uchun buni 4 kiloligida qo'shganman. Hamma sheriylardan etilib, birinchi bola bergan. Bu yerda yana bir ko'rishingiz mumkin. O'sha hikol quyonimizni ikkinchi samkasi, uchinchi samkamiz biroz kechroq qochgan, u ham bola bergan. Uni ham bolalarini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kalif quyonimizga hikol quyonimizni qo'shganmiz. Kalif erkak quyonimizga hikol samka irg'och quyonimizni qo'shganimizda bolalarini ko'rishingiz mumkin. Bulardan 6 ta qolgan. Bu yoqda yana 2 tasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Ular ham pigmentlari nihoyatda chiroyli chiqqan. Otasini geniga ko'proq tortgan. Ba'zi quyonlar hikolga tortsa, ba'zilar kalifga tortadigan. Lekin bu ko'proq kalifga o'xshab chiqqan. Bularda albatta erkaklarni olib qoldik. Pigmentlari yaxshi chiqqan. Pigmentlari yaxshi chiqqan. Ko'proq kalif qoni bor. Bu yoqda esa o'tgan safargi videoda aytib o'tganimizdek 3 ta quyonimiz keyingi partiya uchun qochirilgan. Bulardan 2 tasi bola berdi, bittasi yana 4 kun oralig'ida tug'adi. Ko'rishingiz mumkin. Hikol quyonimizmi? Nodir akadan kelgan hikol quyonimizning 3-chi sherigi, bu ham bola bergan. 7 ta bola berdi. Gnezdosini ko'rishingiz mumkin. Bu quyonlarimiz bir haftadan 10 kunligiga yaqinlashdi. Bu quyonimiz joy tayyorlab qo'ygan. 3-chi quyonimiz bugun tug'di. Uni ham ko'rib o'tamiz. Xo'sh, bu bizda 6-chi quyonimiz bo'lyapti. Bola bergan, mana yungini yungan, ko'rishingiz mumkin. Bolalarni qo'lim bilan sananib 7 ta tug'ibdi. Bu quyonimiz bir kunlik, hali to'liq 24 soat bo'lgani yo'q. Endi bizda qolyapti 7-chi quyonimiz qolyapti, bola bermagan. 6 ta quyonimiz bola berdi. Bu quyonimiz qo'shgan sanamiz aniq. Inshaalloh sabab qilingan joy tayyorladi, somon tashidi. Xudo xohlasa 4-dekabrda qo'shgan bo'lsak, inshaalloh yo 3-chi yo 5-yanvar oralig'ida bu quyonimiz ham bola beradi. Eng asosiy joyiga kelyapmiz. Albatta e'tibor bilan kuzatib borasizlar. Bitta ayol va bitta erkak quyon bilan, ya'ni tayyor quyondan boshlaganmiz. Bu quyonlarimiz mart oyining 15-sanasida boshlagan bo'lsa, 2025-yil. 2025-yil yil yakuniga kelib bu quyonlarimiz soni nechtaga yetdi va quyonlardan nechtasini sotdik va nechtasini so'ydik. Shular haqida to'liq gaplashib o'tamiz. Albatta bu yangi boshlayotgan quyon ishqibozlar uchun, quyonchilar uchun juda qiziq ma'lumot bo'lib o'tadi. Albatta biz bu narsalarni esda qolishligi uchun daftar tutganmiz. Telefonda kalendariga yozib boraman. Insonimiz albatta ba'zi narsalarni unutamiz. Har kimning xotirasi har xil. Vaqt o'tgan sari bularda soni ko'paygan sari adashib ketish ehtimoli bor. Hozirda menda 7 ta ena quyon bo'lgani uchun, erkaklarim 4 ta bo'lgani uchun ularda har bittasini o'zim ko'z bilan ajrata olmayman, sanasini bilaman va albatta keyingi quyonlarni liniya uchun ishlatish uchun bularni tug'ilgan sanasi, qaysi erkak quyonga qo'shilgan, qaysi ona quyondan samkadan tug'ilgan, shular haqida yozib borganman. Bularni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir ushbu ma'lumotlar haqida qisqacha daftar yuritganmiz. Ushbu daftar bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ushbu quyonchilik, mini quyonchilik fermamiz uchun alohida daftar yuritib boryapmiz. Bundan maqsad albatta quyonni sifatini ushlab qolish, sifatini yanada yaxshilash, zotini, ya'ni bir xil qon aralashmasligi uchun harakat qilyapmiz. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Quyonchilikni boshladingizmi? Quyonchilik boshlagandan keyin albatta quyonni ma'lumotlarini yuritib borish kerak. Birinchi quyonimiz mana ko'rishingiz mumkin. Olgan sanamiz, ularda jinsi. Misol birinchi olgan quyonimiz 5 oylik, ya'ni tayyor quyon edi. U quyonimiz erkak quyonga qo'shilgan. O'shaning uchun mana u quyonni qo'shilgan sanasini biz olgan sanamizni ko'rishimiz mumkin, qo'shilgan sanasini ko'rishingiz mumkin va bola bergan sanasini yuritib borganmiz. Ulardan misol nechta tug'di? Misol 6 ta bola beryapti. 6 ta boladan nechta erkak, nechta
urg'ochi tug'ilyapti. Ularni ham yozib borganmiz. Bu nima uchun ishlaydi? Keyinchalik bu quyonlarni yana erkak ayolni ajratib liniya uchun ishlatayotganda qonini bir qilmaslik uchun kerak bo'ladi. Birinchi olib kelgan quyonimiz mana ko'rishinglar mumkin 4 ta bola bergan. Buni bola bergan sanalarini ham ko'rsatib olamiz. Bu yerda jami 7 ta quyonimiz bor. 7 ta quyon uchun har bittasini alohida yozib boryapmiz. Tug'ilgan sanasi, qo'shilgan sanasi, bola bergan sanasi va bolalarning jinsi, nechta ayol, nechta erkak. Endi ushbu quyonchilik fermamizda 1 yil davomida bo'lgan o'zgarishlar haqida gaplashib o'tsak. 2025-yil quyonchilik fermamizni boshlayapmiz bir juft quyon bilan, ya'ni bitta urg'ochi, bitta erkak. 15-mart sanasida quyonni olib kelganman. Quyon sotib olganman va quyonlarim aprelga o'tib bola berishni boshlagan. Hozir shu kunga kelgan holatda ko'rishinglar mumkin, bizda 7 ta tayyor liniya uchun ishlayotgan samka quyonimiz bor. 4 ta samiz 7-8 oylik quyonlarimiz, liniya uchun ishlatayotgan quyonlarimiz bor. Va endi bu yog'iga ketyapti bola quyonlar. Misol 6 ta 3 oylik quyonimiz bor. O'zi aslida bu 12 ta bo'lgan, lekin 6 tasini sotdik, 6 tasini olib qoldik. Misol bundan 5 tasi erkak, bittasi ayol. Xo'sh, 45 kunlik quyonlarimiz. Birin-ketin ketadigan bo'lsa, misol bolalaganlar, misol bitta quyonimiz 8 ta, bittasi 7 ta, yana biri 7 ta, 6 ta, shuna qilib jami 50 hozirgi kunga kelib 59 ta quyonimiz bor hozirgi quyonchilik fermamizda. Xo'sh, 59 ta quyonimiz bor. Bu quyonimizni boshida aytib o'tgandek, biz yanvar oyida boshlaydigan bo'lsangiz bir juft quyoningiz albatta 100 taga boradi. Inshaalloh 100 tadan o'tish ehtimoli ham bor. Eng kami 100 ta hisoblasangiz bo'laveradigan. Avvalo Alloh barakasini so'rab ishni boshlayverasiz. Biz bu yerda 20 ta quyon sotdik yil davomida. Misol 5 oylik erkak quyonni ham sotdik, so'yib ham sotdik 4 oyligini va albatta eng katta atproqamiz yaqinda 10 ta quyon sotdik. Bundan bitta erkak 5,5 oylik samiz quyonni sotdik, xikol. Va bitta 4 oylik erkak quyon, 3 ta 4 oylik, 3,5-4 oylik samka quyonimizni sotdik va 6 ta 2 oylikdan o'tgan kalif quyonchalarimiz bor edi, o'shalarni sotdik. Agar ularni ham liniya uchun sotmasdan olib qo'yganimizda bizda qanaqa natija bo'lardi? 4 oylik quyonimizdan 3 ta sotdik, urg'ochi. U quyonlarimiz ham albatta hozir bolalagan bo'lardi, chunki voyaga yetib qo'shilganda yil yakuniga bola bergan bo'lardi. Endi 6 ta urg'ochi quyonimiz ham 2 oylikda sotganmiz, hozir sheriklari qoldi. Mana 3 oylik bo'ldi erkak quyonlar. Yana 1 oydan keyin ular ham liniya uchun ishlagan bo'lardi. Albatta kimki yaxshi niyat bilan boshlaydigan bo'lsa, bu quyonchilikda baraka bor ekan. Bu o'zimiz tajribadan o'tdi. Ko'rishinglar mumkin, hozirgi kunda salkam 60 ta quyonimiz bor va bu yerda yana bitta istisno bor. 7-quyonimiz 3 kun 4 kun oralig'ida, ya'ni 4-yanvarga o'tib tug'adi. Biroz qochishda kechroq qochirdik. Sababi quyonlarimiz bolalari 20 kun 2 oy davomida, ya'ni 45 kundan 60 kun oralig'ida to'liq ona sutiga to'ygan holatda yaxshi katta bo'lish uchun quyonlarimizni erkak quyonga qo'shish oralig'ini 2 oydan oshirdik. Agar siz 45 kunlikda ajratadigan bo'lsangiz yoki 40 kunlikda ajratadigan bo'lsangiz, bundan ham ko'proq natijaga erishishingiz mumkin, lekin bolalari biroz ehtimoli ko'p ubitka bo'lishi. Hozir quyonchilik fermamizda ko'rishinglar mumkin, 1 yil davomida bironta quyonimizni bir kasallik yoki oshqozon kasali orqali yo'qotmadik. Hammasi salomat katta bo'lyapti. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Xo'sh, quyonlarimiz sotuvda bor. Bulardan bron qilinganlari bor. 45 kunliklarini hozir sotuvga qo'yapmiz. Bu 45 kunliklari qachongacha? Eng oxirgi srogimiz 5-yanvar bo'ladi. 6-yanvardan keyin bu narxlarimiz o'zgaradi. 45 kunlik quyonlarimizni 70 mingdan sotuvga chiqardik. Albatta bu YouTube kuzatuvchilarni quyonchiligiga bo'lgan qiziqtirish uchun. Albatta har bir xonadonda 2 donadan, ya'ni bitta ayol bitta erkak quyon tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda bu farzandlaringiz uchun, o'zingiz uchun ishdan kelgan vaqtingizda miyangizni dam oltirgani qiziqish uchun bo'lsa, bu 1 yil davomida albatta sizni xonadoningizni halol bo'lgan, mazali, immunitetga boy bo'lgan go'sht bilan to'ldirib borar ekan. Bizni kelgusidagi maqsadlar, xudo xohlasa quyon kataydi qo'shimcha qo'shamiz, chunki bu quyonlarimizni 4-5-yanvar kuni har birini onasidan ajratamiz. Liniyasini alohida qilish uchun ularga alohida katay kerak bo'ladi.
Va albatta xonani temperaturasini o'lchaydigan apparat olmoqchimiz. Bu yana bitta qiladigan ishimiz. Ikkinchisi, quyon ko'paygan sari buni o'zini yungidan chiqishi ko'payib boshlaydi. Quyon ozmi ko'pmi o'zidan yung to'laydi. Shularni kuydirish uchun bitta gaz balon bilan gaz apparati olamiz. Bularni yungini kuydirib, tozalab turish uchun. Albatta biz shu kungacha ko'rib, quvvatlab kelayotgan har bir kuzatuvchi obunachilarimiz uchun rahmat deb qolamiz. Sizlarni qiziqishinglar, ko'rayotgan kommentariyada bildirgan izohinglar uchun qiziqishlar ortib borayotgani uchun bu quyonchilik fermamizni yanada rivojlantirishga qaror qildik. Xo'sh, keyingi yilga 2026-yilga maqsad qilyapmiz. Hozirgi kunda salkam 70 ta, ya'ni 100 taga yaqinlashib qoldik. Bu quyonlarni 500 taga yaqin olib bormoqchimiz. Albatta bu fakt jihatdan imkoni bor, lekin albatta barakasini Allohdan so'rab, Xudodan so'raymiz. 500 tagacha olib chiqmoqchimiz. Albatta sotuv bo'ladi. Sotuvdan tashqari o'zimizga 500 tagacha olib chiqmoqchimiz. Ya'ni bunda nima qilamiz? 20 tadan 30 tagacha o'zimizga liniya quyon olib qolamiz. Qolganlari yosh quyon qilib, tayyor quyonlarni ham keyingi yil niyatimiz bor, sotuvga chiqarish. Erkak ayolini sotuvga chiqarmoqchimiz. Albatta bu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Boshlasa bo'ladimi degan savolga qo'rqmasdan boshlasa bo'ladi deb ayta olaman. Chunki o'zimning tajribamdan o'tgan holatda dastlab 400 ming, 500 ming qo'shimchadan alohida pul bilan boshlaydigan bo'lsangiz, yil yakuniga kelib bu pulingiz albatta sizga bir necha barobar ortig'i bilan, foydasi bilan qaytib kelar ekan. Eng kamida uyingizni quyon go'shtiga, ya'ni immunitetiga boy, sifatli go'sht bilan to'ldiradi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta yangiliklar hali oldinda. 2026-yil yil boshiga Xudo xohlasa yana bir yangi video joylashtirishga harakat qilamiz. Bu videoda sizlar yangi kataylarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 45 kunlikda ajratgan quyonlarimiz uchun qanaqa katay kerak bo'ladi? Shular haqida gapirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar va bizni videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, albatta bitta like tugmasini bosishni esdan chiqmasin. Savol va murojaatlar bo'lsa, bemalol izohda kommentariyada savollarni yo'llashinglar mumkin.